Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana bugun 2025-yil 3-iyun. Haftaning seshanba kunidagi chiqayotgan ishlarimiz holatlari. Ko'rib turganlaringizda bu 10 mingta mashina tayyor bo'lyapti. Bu Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumaniga ketyapti. Ishlarimizni razmerlari standart 6-12-25. Birinchi qo'lda istab yurganlar uchun birinchi qo'l zavod egalaridan o'zimizning texnika, o'zimizda mashinalar bor, o'zimiz zavod. Mana taklif jarayonlar oxirgi holatlari. Ko'rib turganlaringizda qirlari ham nihoyatda joyida, ranglari atlasni nihoyatda mustahkam, baquvvat. Xudo xolasa sanoqlardan bo'linib ketishdan muammo bo'lgani yo'q. Sho'ridan ham oz-moz bo'lishi mumkin deyilyapti. Sho'ri bo'linib ketmasligiga sanoqga garantiya beriladi. Kimga shunday ishlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'ylab kelishilgan narxlarda yetkazib beramiz. Manzillarimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Navbahor qishlog'i. Bugundan ishlarimizni narxlarini bomba narxda, hamma ishni narxi oshirsa biz narxni tushirishni boshladik. 820 so'm narx qo'ydik. Zavodda o'zida 820 so'mdan vodiy bo'ylab kelishilgan narxlarda yetkazib beramiz. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.